Assalomu alaykum barchaga. Loyda o'rniga, ya'ni pena quyish qanchaga tushadi? Shu mavzusida mana realni voqeali videoga olyapmiz. Ya'ni mana shu hozir quyishayotgan jarayoni yoni sal ochilib qoldi, uni yoni taxta tegib ketib qoldi. Ular 10 santimetrlik qilib quyib berishyapti ekan. Mana bu taraflari 10-15 minut oldin quyilgan ekan, o'sha qati bo'pti. Ya'ni mana ustiga chiqsam bo'ladi. Mana sirasi ko'rsataman. Mana ustida yuribman. Ko'rganlaringdek juda tez bo'ladi va mustahkam bo'ladi va pishiq bo'ladi. Xullas qishda issiq, yozda muzday bo'ladi. Keyin shu joyda sirasi bitta narsani ko'rsatib o'taylik. Mana buni tarafi xullas bu tarafi uzr so'rayman. Hop, beton, ya'ni plitka. Endi mana bu tarafi oddiygina yog'och. Ya'ni yog'ochga ham quysa bo'ladimi, plitaga ham quysa bo'ladimi deyishgan uchun mana hozir ko'rgan joylaring, hop, plitaga ham quyilyapti va yog'ochga ham quyilyapti. Endi yog'ochga nima qilsa bo'ladi, qanday qilib quyiladi deganlar uchun xohlovchilar mana bunaqa qora qog'oz olib bersin, xohlovchilar shunda bo'z, ya'ni o'sha material olib bersa, u ham ushlab turaveradi. Kimgadir bu yoqyapti, kimgadir u yoqyapti. Xohlovchilar oddiy qog'oz olib bersa ham bo'laveradi. Shtobi mana bu teshikdan oqib ketmasa bo'ldi. Quyilgandan keyin 15 minutda qotadi, uzoq turmaydi. Mana bu tarafga quyilib bo'lgan jarayoni o'sha taxtaning ustiga, bu tarafi betonga, ya'ni o'sha plitaning ustiga quyilayotgan jarayoni. Xudo xolasa sizlarga imkon qadar to'liq videosini, ya'ni savol javoblarni olib boramiz. Qat-qatgacha xizmat qilishadi, hammasini aytib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, shu o'ng tarafda qizil podpisa tugmachasi bor. Bosib qo'ysalar, mana shunaqa bizneslar, ustalar, ya'ni ishlab chiqarishlar, yangiliklarni faqat bizning kanalda kuzatasiz. Uning uchun doim qizil podpisa tugmachasida bosilgan bo'lishi kerak. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, birinchilardan ko'rib borasiz. Endi ustamiz, ya'ni Muhammad Zohirdan suhbatimizni olib borsak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan, tinchmisiz? Yaxshiman aka. Xo'p, mana shu joy necha kvadrat va necha kunda quyilyapti va qatlargacha xizmat ko'rsatasizlar. Ash to'g'risida bitta ma'lumot bersangiz. Keyin necha kishi ishchi olib kelib berish kerak yoki o'zlarini ishchi bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Xo'p, batta hozir Farg'ona shahrida jami 300 kvadrat joyimiz, ya'ni 5-etajli tomi. Batta 200 kvadrati plitali joy, 100 kvadrati vassali joy. Mana vassali joy 100 kvadrat. Vassali tomoni, mana farqi. Bu tarafi 200 kvadrat. Bu tomoni, plitkali tomoni. Tashqari pastda terrasalari, bog'lariga ham quyib beramiz. Batta hozir 8 santimetrga dogovor qilganmiz. 8 santimetrni kvadratini 40 ming so'mdan quyib beryapmiz. Ya'ni 8 santimetrdan oshiq chiqadi bizda, 8 plus deymiz. O'zi 8 plus, o'zi men ham 10 santimetr desam, qanday o'zi ko'zda haqiqatda 10 santimetr ko'rinib turibdi. Eng yupqa joyini hisobga olib gaplashamiz. Hamma ishonchli bo'lishligi uchun. Bundan yupqa bo'lib ketmaydi. Eng yupqa joyi 8, qolgan joylari oshiqchasi. 9 10 bo'ladi. Plus bo'ladi. Kvadratini 40 ming so'mdan gaplashdik. Bu xizmatning ichiga, bu narxning ichiga xizmat haqqi, xomashyo, hamma narsa kiradi. Ya'ni uy egasidan hech nima so'ramaymiz. Bizga razvedka tok bilan svet bersa bo'ldi. Suv ham. Suv bersa bo'ldi. Boshqa hech qanaqa. Suv o'sha tok bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, hasharga odam chaqirib bering, unaqa oshiqcha xizmatlar, bu narsa topib bering, unaqa narsalar qilmaymiz. Yana ishchiga отдельный pul bering degan gaplar bo'lmaydi. Unaqa narsa yo'q. Kvadratiga 40 ming so'mdan 8 santimetr, 45 ming so'mdan 10 santimetr. 10 santimetr deganimiz 12 santimetr chiqaveradi. 10 santimetrdan oshiqarasiz. Endi qarang, xo'p, bu xizmatlarini endi mana juda ko'pchilik kuzatadi. Qatlargacha o'qib berasizlar. Eng ko'pi qatdan zakaz bo'lyapti. Farg'onada vodiy bo'ylab qilyapmiz. Vodiy bo'ylab. Endi katta kvadrat, ya'ni 1000 kvadratdan oshiqroq bo'ladi bo'lsa, viloyatiga qarab narxini kelishilgan holda qilib beramiz. Ya'ni endi shu joyda bitta narsani realni aytib o'tishimiz kerak. Sababini tushunib olinglar aka-ukalar, opa-singillar. Endi qarang, Farg'onadan Toshkentga zakaz tushib qolsa, borgingacha o'sha yarim kun vaqt o'tadi. Keyingacha yarim kun vaqt o'tadi. Bulardan bir kun vaqtini yo'qotadi. Endi voqalarga bo'lsa bir sutka vaqt ketadi. O'shaning uchun bular sutkasiga ham hisoblab olsa, voqadelar aytayapti, "Kecha qimmat bo'lib qolyapti. Nimaga unaqa narx? Videoda boshqacha, unaqa boshqacha" deyishyapti. To'g'ri tushunasizlar. Vodiydan voqaga ishlashi bir sutka aqa, qaytish bir sutka, ya'ni bordi-keldi 2 sutka ketadi. Shuning uchun summasicha boshqacharoq bo'ladi. O'sha yutkazilgan kunini hisobiga, to'g'rimi? Shunaqa. Atak qilib beraverasizlar. Beraveramiz. Endi qarang, xo'p, voqaga
eng kami necha kvadratga borasizlar? Endi o'shani aytib o'tish kerak. Endi 10 kvadratga chaqirib bo'lmaydi-yu. Albatta, eng kamida 1000 kvadrat bo'lsa, ikkita joylari bo'ladimi, jami bo'lib, 3ta joylari bo'ladimi, farqi yo'q. Eng kamida 1000 kvadrat bo'lsa, narxini kelishamiz, joylarini imkon qadar mana shu yerda narxda qilib beraverasiz, imkon qadar. Endi shunaqa qilamiz, ha. Ha. Xomashyolarni yaxshisini ishlatamiz, penalarni yaxshisini ishlatamiz, sifati yaxshi bo'ladi. Quyganimizdan keyin 10 minutdan keyin ustiga chiqib bemalol yurib sinab ko'rishaveradi. Hozir mana 10 minut bo'ldi, sinab yurilibdi. Keyin mana balandligini ham ko'rsatib o'tyapman. Bu hozir 8 deganingiz o'sha 10 ga yaqin turibdi. Endi 8 plus deganda endi manaqa rekalar hisoblanadi, nima qiladi. Keyin bitta savol bo'lyapti. Bu rekalar chiritadimi? Ashunga ham bitta so'rab o'ting deyishyapti. Ha, shunaqa savollar biz ham o'qidik. Qurilishga ahlimiz yetganligi uchun shunaqa qilyapmizki, demoxodlar qo'yib ketganmiz mana. Qani? Ashuna sirasiz ko'rsatib o'taylik. Olib tashlashga oson, qishda tegishmay turaveradi. Mana shunday ichida havosini chiqarsa bo'shaydi, mana maytda yana bitta bor. Mana shunaqa demoxodlar qo'yib ketilyapti. Demoxodlar qo'yib ketamiz. Shuni olishgandan keyin pastga nimaga taxtaga havo kiraveradi. O sirkulyatsiya bo'ladi o'shani hisobiga. Mana sizlarga ko'pchilik aytayapti, u bo'ladi, bu bo'ladi. Akalar, yo opa-singillar, u ustalar ham kelgan. Bu narsa biz O'zbekistonga endi kirib keldi-yu, lekin Rossiyada, boshqa chet ellarda o'zi anchadan beri bor. Endi sababi bor degandan keyin u nimadan o'tyapti, sinovdan o'tgani uchun. To'g'rimi aka? To'g'ri, sinovdan o'tgan, endi bizga kirib kelyapti. Bu narsa yangilik. Reklama qilayotganimiz sababi ko'p ustalar hali bilmaydi, qurilish qilayotganlar bilmaydi. Shuning uchun ularga bu xizmat o'zimizda borligini bildirish uchun reklama qildiryapmiz. Xudoga shukr, zakazlarimiz bor hozirgi kunda. Telefon qilsa vaqtini kelishib qilib beraveramiz. Faqat ko'pchilik uylarga ham boryapmiz, bunaqa xizmat borligini bilmagan ekanmiz. Loy qilgandan ko'ra ham yaxshi ekan, ham sifatli bo'ladi, ham loyni puli bilan bir xil tushar ekan. Ovoragarchilik yo'q ekan deb ustalarga ham, qurilish qilayotganlarga ham ma'qul kelyapti. Keyin uyni tomi ham og'ir bo'lib ketmaydi. Ashuni hisobini olish kerak. Og'ir bo'lib ketmaydi, effekti juda yaxshi bo'ladi loydan. Nimaga buni aytib o'tyapmiz? Mana akalar, yo opa-singillar, bizni ko'rayotganlar, biz hozir bir to'g'ri 5-etajmi hisobda bu? 5-etaj. 5-etajda turibmiz, o'zdan ko'rib qo'yasizlar. Farg'onaning stadioni. Nimaga buni aytib o'tyapmiz? Mana shunaqa 5-etajga agar loy bosiydigan bo'lsangiz, u avtokrant olib u qil, bu qil, undan mana shunaqalar arzon tushadi va mustahkam bo'ladi. Orcha ishchi olib kelmaysiz, loychi olib kelmaysiz, suvachchi, xullas hamma qo'pol gapirganda mana shu arzon tushadi. O'zimning fikrimni ham aytib o'tyapman. Bu ustadan tashqari, usta menga qarindoshim bas, yo qo'shnim bas, yo sinfdoshim bas. Realni bo'lsin. Aka, endi oldindan qancha olasizlar? Shuni ham aytib o'taylik. Endi kelishilgan holda, kelishganimizdan keyin u joylariga qancha yuk ketadi? Misol balki 8 tonnaga yaqin yukimiz ketgan. Ya'ni 6-7 million atrofida xomashyo ketadi. Shu narsani yukni kelib berganimiz, yukni uylariga tushirganimizda o'shuni pulini berib yuborsa bo'ldi. Qolgan xizmatlarni keyin olaveramiz. Xudo xolasa. Keyin men bitta SMS o'qib qo'yganman. Bu yoriladimi degan savolni ham berishdi. Hali qurigandan keyin. Yo'q, qurilgandan keyin yorilmaydi. Loyga o'xshab yorilib ketmaydi. Bu burchaklarni ham ko'rsangiz, zardivolga zo'r yopishgan. Loyda bunaqa bo'lmaydi. Bu kilay kuchliligini hisobiga mana joylarda ham yorug'lar qolmagan, zo'r ushlab olgan. Mayda-chuyda choklari ham yo'qolib ketadi. Shuni hisobga. Endi jicha-pisa stip yo bo'lsa yorug' tushishi mumkin. Endi loyda bo'lmaydi, oz-moz choklari, ba'zi misol bo'lib qo'yamiz-da, o'sha joylarda bo'ladi, o'sha ham ajab bo'lsa yig'na kiradigan darajada yorug' bo'ladi. Navbat u bo'lgani ham yaxshi. Hozir demoxodda o'rniga ham tayyor demoxod ham bo'lib turadi. Loyga o'xshab katta yorilib ketmaydi bu narsa. O'shani hisobiga yutiladi hamma taraflama. Uqalanib ketmaydi mana. Ustida yuribmiz, hozir ho'l bu qurigandan keyin o'ta darajada qattiq bo'lib ketadi. Yana ham qattiq bo'lib ketadi. Bular bugun quyilgan joylar. Hatto suv quyib ham sinab ko'rishdi, har xil ko'rishdi. Joyda egalari ham quyganimizdan keyin bitta sinab ko'rdilar, keyin davom etdinglar, bo'ldi, yoqdi menga dedilar. Ungacha qarab turdilar ustida. Demak, o'sha bir qator ikki qator quygillaringacha uyda egasi ham sizlarni o'zi kuzatib turdi. Ya'ni bu degani nimaga aytayapman? Mana aka, realniy bo'lsa, men nimaga ag'dan savol beraman. Sababi ko'pchilik videoda yodlab olgansizlar, bir xil gapirasizlar deyshadi. Lekin o'shanaqa bo'lmasligi uchun, demak, uyda egasi o'sha videolarga ishonmagan, men videoda ko'rgan bo'lsa ham, lekin kelib quyib berganlardan keyin yoqqandan keyin dash quyuringlarda o'zi nima dabro berildi. Shunaqa. Mana sizlarga mana realniy voqealikda aytildi. Mana akamiz aldamasa kerak. Endi bu inson hammani o'ziga bersin. Men aldamayapman. Endi qolganlarga avvalo inson bersa. Akalar, opa-singillar, bu narsa foydasi borki, zarari yo'q. Birinchidan yengil turadi. O'sha videoda boshida aytganimizdek, qishda issiq ushaydi, yozda
muzdakkina bo'lib turadi. Sababi keyin yuduqlarning keyinchalik ham uyni ichida ham konditsioner yoki pechka nimalardir ishlatayotganingizda ekonom bo'ladi. Salga isiydi, yozgina salga soviydi. To'g'rimi? Ha, termiz vazifasini bajarib beradi. Ha. Endi bizni kuzatayotganlar pastdagi ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilib, usta akamizni chaqirib, uylaring bo'lsa, yo bo'lsa boshqa joylaring bo'lsa, zakaz berishlaring mumkin. Bexijolat Telegram, WhatsApplari bor. Agar siz uzoqdan bo'lsangiz, ya'ni bu akamizga pul tashlab bersiz yo ota-onangizga pul tashlab bersiz, borib qilib berishaveradi, to'g'rimi? Rossiyada ishlayotganlar bor, Koreyada ishlayotganlar bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. U taraflama muammo yo'q. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha yaxshi odamlarni, yaxshi ustalarni video qilishga harakat qilamiz. Sababi sizlarga ham foydamiz tegsin degan maqsadda. Yoqqan bo'lsa albatta like tugmachasini bosib, do'stlarga podlista qilishni unutmanglar.